Yoshi katta insonlar uyda bo'lsa, ota-onalarga mana shu narsani olib beringlar. Bu vodorodniy generator qonni suyultirib beradi. Ichiga toza filtrlangan magazindan bakir suv solsanglar, suvni tiriltirib beradi. Oddiy vodoprovod suvlarida suvni OVPsi bo'lmaydi mana. Bular plyusovoy zaryadda hammasi. Organizmi o'zi qonimiz ham, hattoki onaning suti ham -60-70 OVPda bo'ladi. Mana bu yerda vodoprovod suvi, hatto mana oddiy filtrlangan suvlarda ham suvni OVPsi plyusovoy bo'ladi. Bu yerda qaranglar mana minusga qarab ketyapti. Bu qonni suyultirib beradi. Davleniyaga, sahrga juda foyda kattasi bor. Buni undan tashqari eng katta yutug'i suvda vodorod bor. Oddiy suvlarda molekulyar vodorod почти 0 ga teng bo'ladi. Bu oddiy filtrlangan suv. Suv H2O ikkita vodorod, bitta kislorodni tashkil topgan, lekin molekulyar vodorod bo'lmaydi bu yerda. Mana nolavoy. Vodoprovod suvlarda ham molekulyar vodorod qisman kamroq bo'ladi. Mana bu yerda ham nolavoy. Bu yerda esa mana qaranglar, vodorodning показателini вообще dahshat. 400 gacha profilaktический, 400 dan tepasi уже terapevtический hisoblanadi. Qonni suyultirib beradi. Organizm noto'g'ri ovqatlanishdan, atrof muhit iflosligidan toksinlar yig'ichimizda yig'iladi. Bu narsa shular tezroq yuvishga yordam beradi. ChatGPTga yoki Google, YouTube'da vodorodli suv haqida yozsanglar, ko'proq ma'lumot chiqadi. Yaponiyalarda ham ko'pchilik vodorodli suv ichadi, shunga ham ularda qarish sekinroq jarayonda bo'ladi. O'shanga mana shundan bitta qo'yib ishlattirib qo'yinglar, mazza qilib olishadi, duo qilib ichishadi mana shu suvdan.